Good day, welcome to my lesson. Today we are going to learn present continuous. Bugun biz navbatdagi zamonimizni, ya'ni hozirgi davomiy zamon bilan tanishamiz. Bu zamon yordamchi fe'llari am, is, are. Am I shaxsiga, is he, she, it, are they, we, you olmoshlariga nisbatan ishlatiladi. Har bir zamonni o'zini fe'lini tarjimasi mavjud o'zbek tilida. Present continuousni fe'lin tarjimasi o'zbek tilida yapti deb tarjima qilinadi. Umumiy holatda biz to be deb berishimiz mumkin. Ya'ni sizdan so'rashsa, present continuous yordamchi fe'li nima desalar, to be, ya'ni am, is, are deb ayting. Formulasiga e'tiborli bo'ling. Sizga to be deb yozdim, am, is, are emas, umumlashtirgan holatini. Subject, to be, verb, ing. Incorrect. Subject to be plus not plus verb ing. Next one is to be subject verb ing. Bu so'roq shakli edi. Bu zamonimizni aynan continuous zamonini e'tiborli bo'ling. Faqat present continuous emas. Hamma continuous zamonlarning ikkita elementi mavjud. Birinchisi fe'limiz doim verb ing shaklida turadi. Ikkinchi element esa ikkinchisi to be yordamchi fe'li qatnashadi. E'tiborli bo'ling, short form deyapti, qisqartirilgan ko'rinishi. Biz to be'larimizni am, is, are ni apostrophe am, apostrophe as, apostrophe are shaklida qisqartiramiz. Inkor shakliniga am not yoki am not, ya'ni am ni qisqartirgan holatda. Bunda ham isn't shaklida umumiy qisqartirma holati, aren't holatda beramiz. Ya'ni inkor shaklini har bitta variantni ikki xil ko'rinishda berishingiz mumkin. Va bundan tashqari mana isni to'liq shaklda yozishingiz mumkin. Is not. Are'ni ham xuddi shunday are not shaklida to'liq kengaytirma shaklda yozishingiz mumkin. Aynan am not, is not va are not akademik holat hisoblanadi. Ya'ni siz insho yozasiz, xat yozasiz. Yordamchi fe'llarga not qo'shganingizda har qanday zamonda esingizdan chiqmasin, qisqartirgan variantni. Bu holat bo'lsin, not qisqartirgan bo'lsin yoki yordamchi fe'lingiz qisqartirgan variant bo'lsa, yozmasligingizni tavsiya etaman. Chunki bu so'zni kamayishiga olib keladi birinchidan, ikkinchidan o'rnak kelganda ballizni ham tushirib berishi mumkin. Mana bu yerda gaplar berilgan aynan shu bo'yicha. She isn't dancing now. U hozir raqsga tushmayapti. Qarang, yapti degan tarjimani beryapti. Is Bob talking with his friend? Bob do'sti bilan gaplashyaptimi? Suhbatlashyaptimi? Qarang, yapti degan qo'shimcha kelyapti. Mana bu present continuousning formulasi, qisqartma shakllari va gaplar namuna qilib berilgan. Shularni yaxshi o'rganib oling. Biz zamonni formulasi va ba'zi bir namunalar bilan tanishib chiqdik. Endigi navbatimiz ishlatilish holatlari. Present continuous biz qachon ishlatamiz? Birinchi o'rinda, birinchi qoidamiz nutq vaqtida bajarilayotgan ish harakatlar. Misol uchun, men aynan gapirayotgan vaqtimda qanaqadir ish voqealar, hodisalar sodir bo'lyapti. Misol uchun siz musiqa tinglayapsiz, aynan gapirayotgan vaqtda, kitob o'qiyapsiz, mana video ko'rayotganingiz, darsni tinglayotganingiz, bu aynan nutq vaqtida sodir bo'layotgan ish harakatlar. Bunga misol, she isn't reading news now. U hozir yangiliklarni o'qimayapti. Hozirgi vaqtda, ya'ni men gapiryapman, lekin u yangiliklarni o'qimayapti. Bu birinchi ishlatilishi. Ikkinchi ishlatilish qoidamiz nutq vaqtida emas, nutq atrofida sodir bo'layotgan ish harakatlar. Ya'ni siz gapirayotgan vaqtingizda biror bir ish jarayoni to'xtab turadi, lekin jarayon davom etadi. Aynan o'sha ish gapirayotgan vaqtingizda sodir bo'lmaydi, lekin jarayon davom etadi. Misol uchun, siz do'stingizga yo tanish-bilishlaringizga savol berasiz. Nimalar qilib yuribsiz shu kunlarda degan savolni berasiz. Aytaylik, ish qidirib yuribman yoki biror bir narsa kurslarga qatnashib yuribman deydi.
Demak, siz bilan gaplashayotgan vaqtida u aynan ish qidirayotgan bo'lmasligi mumkin, lekin jarayon davom etyapti. Yoki quruvchilarni uylarni, binolarni qurish jarayonini oling. Yomg'ir sharozlab yog'gan vaqtida ular ma'lum muddatga ishini to'xtatib turadi. Siz gapirayotgan vaqtingizda, misol uchun tasavvur qiling. Yomg'ir to'xtadi, yomg'ir to'xtagandan so'ng yana ishini davom etadi. Mana bu holatimiz aynan nutq atrofida sodir bo'ladigan ish harakatlar deyiladi. Va bu ikkinchi qoidamizga asosan these degan signal so'z ishlatiladi. Aynan shu qoidamizga gap. I am looking for a job these days. Shu kunlarda men ish qidirib yuribman yoki qidiryapman. Siz bilan gaplashyapman, lekin aynan gaplashayotgan vaqtim qidirmayman, lekin jarayon ketyapti. Mana bu ikkinchi ishlatilish holati. Uchinchi ishlatilish holatimiz o'zgarib turuvchi holatlarga nisbatan. Ya'ni bu temporary actions, situations deyiladi. O'zgarib turishi kerak. Misol uchun ob-havoni sovib ketishi, isib ketishi yoki dunyo aholisining ko'payib ketishi, kamayib ketishi yoki sizning sog'ligingiz yaxshi bo'lib borishi, bosqichma-bosqich yoki qaysidir fan bo'yicha bilimingiz o'sib borishi, mana bu o'zgarib boruvchi holat deyiladi. Ya'ni tendensiyada tasavvur qiling, ya'ni o'zib borishi kerak. Aynan bu uchinchi qoidasi. Mana gap. His English is becoming better. Uning ingliz tili yaxshi bo'lib boryapti. Qarang, oldin ingliz tilini bilmagan, kursga borgandan so'ng bilim darajasi oshib boryapti. Mana bu o'zgaruvchi holatlar. Aynan shu holatimizda ishlatiladigan fe'llar mavjud, ya'ni bu get, become, increase, fall, rise, change, decline va boshqa fe'llar kiradi. Sababi bular hammasi o'zgarishni bildiruvchi so'zlar. Increase ko'tarilish, noldan aytaylik o'ngga ko'tarilish, fall tushib ketish, rise bu ham ko'tarilish, change o'zgarish. Mana bu fe'llarimiz demak 3-qoidamiz bo'yicha ishlatiladi. Navbatdagi ishlatilish qoidasi esa vaqtinchalik holatlar uchun. Vaqtinchalik qanday tushunishingiz mumkin. Misol uchun siz o'qiysiz va qaysidir viloyatga borib, kimnidirning uyida vaqtinchalikka turasiz. O'sha vaqtda aynan continuous zamonidan foydalaniladi. Bu continuous zamonini ishlatilish qoidasi edi. Keling bir takrorlab olamiz. Birinchi ishlatilishi nutq vaqtida sodir bo'ladigan ish harakatlar. Ikkinchisi nutqdan tashqari sodir bo'ladigan ish harakatlar. 3 o'zgarib turuvchi holatlar. 4 vaqtinchalik holatlarga nisbatan ishlatiladi. Va 5-inchisi ham mavjud. Ustingizda kiyib turgan kiyimlaringizga nisbatan ham biz continuous zamonini berishimiz mumkin. Bu holatda biz wear so'ziga ayincha qo'shib kiyyapman degan tarjimani bermaymiz, balki kiyganman, ya'ni gan degan qo'shimchani beramiz. Ustingizda bo'lsa gan degan qo'shimchani berasiz. Agar gapirilayotgan vaqtida jarayonni amalga oshirayotgan bo'lsangiz, yapti qo'shimchasini qo'shib wear so'zini tarjima qilasiz. Hammasi bu wearni gan yoki yapti degan tarjimasini kontekstdan keltirib chiqarib tarjima qilishingiz kerak. Demak, present continuousni 5 ta ishlatilish holati bilan tanishib chiqdik. Endigi navbatimiz keywords, ya'ni signal so'zlar bilan tanishamiz. Now, right now, at the moment, nowadays, these days, currently va e'tiborli bo'ling, always signal so'zini ham yozib qo'yganman. Now bu hozir degani, right now bu ham hozir degan ayni damda, at the moment ayni damda, nowadays shu kunlarda, these days ham xuddi shunday, currently hozirda deb tarjima qilinadi. Always ga e'tiborli bo'ling. Always qaysi zamonlarda signal so'zi edi? Bir eslab ko'ringchi. Topdingiz. Always present simple signal so'zi edi. Lekin biz continuous zamonida ham ishlata olamiz. Lekin mazmuni o'zgaradi. Qanaqa gaplarda biz always ni continuous zamonda ishlata olamiz? Biror bir vaziyatdan biz nolisak, shikoyat qilsak, always signal so'zidan foydalanamiz. Va asosan o'rnak kelganda nuqul degan tarjimada keladi. Misol uchun siz aytasiz, nuqul
ruchkamni yo'qotib yuraman-da deysiz. To'g'rimi? Shu holatda alwaysdan foydalanamiz. Nuqul tarjimasini olib tashlasak, doim degan tarjimani ham saqlab qolishi mumkin. Bunda gapimiz shu holatda bo'ladiki, I am always gap o'rtasida keladi. Always lose my pencils. Doim men ruchkamni yo'qotib yuraman, ruchkalarimni yo'qotib yuraman. Doim deb tarjima qildik, o'z tarjimasini saqlab qoldik yoki nuqul deb aytishimiz mumkin. Mana bu alwaysni continuous zamonda ishlatilishi edi. Bugungi mavzumiz mana shular edi va sizga tavsiyam kerakli ma'lumotlarni albatta yozib oling va o'zingiz ustingizda ishlang. O'zingiz uchun gaplar tuzing va ingliz tiliga tarjima qiling. Mashqlar bajaring, bilimingizni mustahkamlash uchun. Shunda sizni ingliz tilingiz yanada rivojlanib boradi. Thank you for watching. See you.